Assalomu alaykum. Az kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Oshni ham boshlab oldik. Inshaalloh 3-4 soatda tayyor bo'lib qoladi. Shogirdimiz Rossiyadan kelgan ekan, shu sababli mana osh qilib beryapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, endi tayyorlab boryapmiz mana. Assalomu alaykum. Az kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Oshni ham boshlab oldik. Inshaalloh 3-4 soatda tayyor bo'lib qoladi. Shogirdimiz Rossiyadan kelgan ekan, shu sababli mana osh qilib beryapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, endi tayyorlab boryapmiz mana. Az kuzatib boruvchi muxlislarimiz, mana shogird oshingizni bir ochib oling qani. Mana osh ham tayyor bo'lib qoldi. Shogirdimning oshlari ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana mana shu shogirdimiz Rossiyadan kelgan, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta kameraga qarab olsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Mana oshni ham bemalol mana. Voh, vay, qarang, vay, go'shtlarini qarang. Oh, malades.